Mana shu. Nima deydi bo'laverdim? MG. Ammo skalasi bo'lsa kerak, prosta. 39 ming. 2023-yil 39 ming baho. 11 ming kilometr yurgan. Ba'zi Infiniti qatori, aralash BMW, Audi, Volkswagen. Yo'llarda Porsche'lar. X5 ga qiziqadiganlar. X5 da oq varianti 2017-yil 101 mil yurgan 19 ming baho qo'yilyapti. Объем 3 litr. Mercedes GLS 95 ming baho qo'yilyapti. 2023-yil. Abzo qilib qo'ysin. Ha, bu Audi sepilgan. Endi ustalar sirasi biladi, uni ko'zi bilan ko'p. Audi sepilgan, shuncha qaralgan yo'q. Kia 1.6 motor 2022-yil 16,5 ming baho qo'yilyapti. Celta hozir yangi chiqayotgan bizdek. Pozisyonda to'qson. Trekker bor. Narxini ko'rdingiz lekin. 8 ming bahom. Endi bular birlar. 2020-yil Chevrolet Tracker bor. Baho 8 ming. Tak. Mashinalar juda ko'p. Hozir biz Gruziyaning Tbilisi, ya'ni Rustavi degan avtobozoridamiz. Bu Kavkazlar bozori. Hozir o'zini Gruziyalar bozoriga o'tamiz. O'sha yo'lning u tarafida. O'sha katta yo'lni kesib o'tamiz. Mashinalar o'sha tarafdan ko'p. Mazda SX5 2019 $14,300. Hozir bu taraf bozorga ham o'tib, Chevroletlarda baholarni bir ko'rsatib o'tamiz. Kavkazlar avtobozoridan chiqib, Gruziyalar. Videoga like bosishni unutmang.